بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 110 باب من صنع إليه معروف فليكافئه. birovga bir yaxshilik qilgan bo'lsa birov, o'sha yaxshilik qiluvchi kishiga bu bir mukofot bersin. Qandaydir bir taqdirlash qilsin degani. 215 hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Man suni'a ilayhi ma'rufun falyajzihi, fa in lam yajid ma yajzihi falyusni alayhi, fa innahu idza athna alayhi faqad shakarahu, wa in katamahu faqad kafarahu, wa man tahalla bima lam yu'ta faga'annama laysa thawbay zurin." Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, birovga bir ma'ruf yaxshilik ish qilinsa, o'shini mukofotini bersin. Mukofotini bersin degani birov bir narsa hadya qildimi yoki bir yaxshilik ish qilib berdimi, shuni taqdirlash ma'nosida bir narsa bersin. Endi beradigan narsa yo'q. Yo'q bo'lsa nima qiladi? Falyusni alayhi. Unga maqtov so'zlarini aytsin, tashakkur aytsin. Shirin so'zlarni aytib, o'sha qilgan yaxshiligini shu o'zini shirin suhbatligi bilan, rahmati bilan, tashakkuri bilan qaytarsin. Aytadilarki, agar u o'shindek sano, hamd, maqtov so'zlarini aytgan bo'lsa, uni qilgan ishiga shukr keltirgan bo'ladi. Shukr aytgan bo'ladi, rahmat aytgan bo'ladi. Agar indamay tursa, kufroni ne'mat qilgan bo'ladi. Birov yaxshilik qildi, bo'pti-da, qildi-da deb qo'yib turaversa, demak u yerda kufroni ne'mat qilgan bo'lar ekan. Endi ba'zi bir odamlar bor, o'zida yo'q narsani sunniy qilib ko'rsatadi. Aman tahalla bima lam yu'ta degani shu. O'zida yo'q u narsa. Masalan, ilmi yo'g'i o'zini olim qilib ko'rsatadi. O'zi baxili o'zini saxiy qilib ko'rsatishga urinadi. Yana shunaqa, demak, qalbakilik ma'nosida qiladi. Shu deydi, shunday qilgan odam xuddi zur, ya'ni bo'xton, yolg'ondan bo'lgan ikkita kiyimni kiyib olgan bo'ladi. Nima uchun? Avvalo o'zida yo'q. Keyin uni yana ko'rsatyapti. Bu yomon narsa ekan. Ya'ni o'zida yo'q hislatni bor qilib ko'rsatishga urinish yaxshi emas ekan. 216 hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Man ista'aza billahi fa'idhuhu, va man sa'ala billahi fa'tuhu, va man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, va man fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu." Payg'ambarimiz aytdilarki, kim Allohning nomi bilan panoh so'rasa, unga panoh beringlar. Xudo uchun meni bekitinglar, menga bir yordam beringlar, joy beringlar desa, demak unga panoh beringlar. Kim Allohning nomidan bir narsa so'rasa, o'sha so'ragan narsasini beringlar. Kim sizlarga bir yaxshilik qilgan bo'lsa, uni mukofotlanglar. Agar mukofotlagani narsa topmasalaringiz, uni haqqiga duo qilinglar. Toki o'sha odam qilgan yaxshiligi uchun sizdan bir taqdirlashni olganini bilsin. Bildiring shuni. Sizga yaxshilik qilganidan siz mamnun ekaningizni, siz undan xursand ekanligingizni, uni haqqiga duo qilayotganingizni bilsin. Demak, mana shu yaxshilik qilgan odamlarga doim yaxshilikka yaxshilik qaytarish qo'ldan kelganicha musulmon odamdan matlub ekan. Bir moddiy narsa bo'lsa, bergani yaxshi. Bo'lmasa, hech bo'lmasa maqtov so'zlar aytsin, duo qilsin, nima qilsa qilsinki, o'sha o'ziga yaxshilik qilgan odamni mukofotlasin. Dar haqiqat mana shu narsa odamlarning ichidagi ijtimoiy aloqalarni rivojlanishiga, yaxshilashga va shu bilan birga o'sha jamiyatda yaxshilik qiluvchilarning ko'payishiga, ma'ruf ishlarni keng qulay joylashishiga sabab bo'ladi. Albatta har bir odam Xudo uchun qiladi, lekin Xudo uchun qilgan bilan birga o'sha yaxshiligidan foyda topgan, manfaat topgan odam unga rahmat aytsa, uni haqqiga duo qilsa, bu juda ham yaxshi narsa bo'ladi. Nihoyatda ulug' bir fazl bo'ladi. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsaga alohida e'tibor berib, alohida hadislarida ta'kidlab o'tgan ekanlar.